Oxirgi payt juda bir xil savollar keladi. Bu kompaniyaga yozilganimizdan keyin biz nima ish qilishimiz kerak? Ofisga kuniga kelib ishlashimiz kerakmi? Ofisda ertadan kechgacha o'tirish kerakmi degan savollar. Yo'q qizlar, bu kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga faqat telefon va internet 2-3 soat bo'sh vaqtinglar kerak, xolos. Ofisga kelib ishlab yurishinglar shart emas. Kimda возможность bo'lsa, kelib ishlasanglar ham bo'laveradi. Chunki ofisda atmosferasi, energiyasi baribir boshqa. Ikkinchi savol, biz yozilganimizdan keyin bu yerga odam chaqirish kerak ekan, odam yo'q, tanish yo'q deysizlar. Любой joyga, любой yerga ishga kirsanglar, sizlarga odam bilan ish qilasizlar. Masalan, salon ochdinglar, salonda klient kelmasa, sizlarga oylik yo'q. Stomatologiya ochdinglar, odam kelmasa, тоже oylik yo'q. Chevarsizlar, sizlarga klient kelmasa, pul yo'q sizlarga. Поэтому любой ishda odam bilan ishlash shart.